Hayot boshlandi. Assalomu alaykum Bekanjon kuzatuvchilari, e'tiboringizga eng qimmat bo'layotgan avtomobil, ya'ni knopkani bitta ezib qo'yib eshigini o'zini yopib oladigan avtomobilni endi oddiy aholi ham olishi mumkin. Negaki deganda bu avtomobillar 80 ming, 90 ming dollar sotilgan edi, lekin hozirgi kunda utilizatsiyasi bor qo'shildi. Qanaqadir to'lovlar oshdi, lekin bizda esa mashina narxi haligacha oshgani yo'q. Kutib oling, Voyah Dreamer 2025-yili eng full komplektatsiyadagi avtomobilni batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Mashinamiz narxini esa videoning 7-daqiqasida ko'rishingiz bo'ladi va mashinani tashqi ko'rinishiga birinchi baho beramiz. Ketdik. Do'stlar, mashinamizning oldi farasiga keladigan bo'lsak, oldi farasi juda ham chiroyli. Ayniqsa oldi dizayni 2023-2024-yilga nisbatan anchagina o'zgartirish kiritilgan. Eng qiziq joylari buni dvoymetri panjaralari hamda Voyah degan logotiflar, bu yerda esa kunduzgi chiroqlari, asosiy fari ushbu joyda o'rnatilgan. 2024-yilda bu yerlari Maybach'ga o'xshab juda ham agressiv ko'rinishga ega va hamda chiroyli dizaynga ega bo'lgan Voyahning oldi dizayni ushbu holatda chiqmoqda. Eng qizig'ini aytib o'tamiz, parking o'rinlar soni biroz ko'paytirilgan. Bu yerda havolari yana ham konditsioner muzlatish uchun hamda tormoz tizimlarini mukammalroq ishlashi uchun havo deflektorlari ham albatta mashinamizdan o'tgan. Mashinamizda fedar displey, 360 kamera, hamma narsalari mavjud. Mashinamizdan baloniga keladigan bo'lsak, oldingi diskalar biroz nobobroq edi va tez sinib ketmoqchi bo'lgan, lekin hozirgi kunda 255-50R20 yumshoq diskalar. Albatta bu diskasi quyma uncha-munchaga sinib ketmaydi. Plastik qolpoqlari afsuski ulardan barchasidan voz kechilgan hamda bu qismlari ham o'rta qismlarigacha ko'rayotgan bo'lsangiz alyumindan foydalanilgan. Hatto bu qismi ham temirdan foydalangan. Plastmassa joylar Voyahdan voz kechilgan. Mashinamizning yon qismiga keladigan bo'lsak, ikkita beskluchli dostуп albatta mavjud. Bakovoy qismida pavorotlar, slippoy zona, ko'rinmas zonalar, bakovoy qizdirg'ich va hamma jihozlari ushbu joyda moslashtirilgan. Kalit mashinani oldida bo'lishga qaraganda, ushbu knopkani esa mashina beskluchli dostуп hamma eshikni ochib, hamma eshikni yopiladi. Lekin siz qanaqadir tadbirkorsiz, qanaqadir ishda ishlamoqchisiz yoki sizni firmangizga ushbu mashina kerak bo'ladi. Qanaqadir yuklar yuklash uchun bo'ladigan bo'lsa, ushbu knopkani bitta ezamiz, orqa yo'lovchilar uchun bemalol eshigimiz katta ochiladi. Do'stlar, Damas'ga eshigidan ko'ra ancha qulay. Damas'ni bilan solishtiryapti ko'pchilik. Damas'ga ham ushbu narsani qo'ysa bo'ladi deb. Albatta biz O'zbekistonda JEM ishlab chiqargan Damas'ga ham ushbu narsani qo'ysak bo'ladi. Lekin bundan ko'ra ushbu mashinamizga juda ham yarashib turibdi. Albatta bu mashinamiz pultiga hamma ishqiboz bo'ladi. Biz mashinamizning pultini ham ko'rsatib o'tamiz. To'xtab turing. Do'stlar, qo'limda turgan juda ham chiroyli dizaynga ega bo'lgan Voyahning kaliti. Tasavvur qiling, siz mashinangiz qulib, oldida qanaqadir mijozlar sizni kutmoqda-da. Mashinaning eshigini ochishimiz kerak bo'ladi. Uzoqda turgan holatda ham mashinaning eshigini birinchi holatda ochib olamiz. Bunisini bitta ezamizda. Qaranglar, pulutda ham mashinaning eshigini ochib yopsanglar bo'laveradi. Buni ayniqsa biznesda yuradigan akalarga tavsiya qilamiz. Turistik firmalar yoki qanaqadir tadbirga akalar olib qo'yinglar, mehmonlarni mazza qilib olib yursanglar bo'ladi. Hamda 2024-yil, 2023-yil olayotganlar 25-yilda olishlarini tavsiya qilaman. Nega deganda bunda juda ham katta o'zgarishlar bor. Ularning ham salon qismida ham отдельный o'zgarishlar bor. Orqa qismida turistik firmalarda ko'proq orqa bagajnik kerak bo'ladi. Bagajnik qismi ham albatta ko'ratan mashinani yopib qo'yaylik bo'ldi. Bagaj qismiga kelamiz. Bu yerda gibrid avtomobil 1200 km masofani bosib o'tadi. Orqa farlari ham juda ham chiroyli, agressiv ko'rinishga ega. Ko'rishingiz mumkin. O'rtada Voyah logotipi hamda bu dvorninglari. Bagajimizni ochib ko'ramiz. Bagajimizni ochishimiz sababi bu mashina olgandan keyin turistik firmada yuradigan akalarimiz albatta bagajimizga ham yuklar solishimiz kerak bo'ladi. Ushbu holatga kelib chiqib Xitoydagi kompaniyalar, Voyah kompaniyasi bagaj hajmini biroz kengaytirilgan va sidinalarga bo'lgan qulayliklarni ushbu joydan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi Nissan kabi. Qani? Sidinalarni bemalol boshqarsak bo'ladi. Mashinamiz sidinasi yotganda bu yerda juda ham katta hajm. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu qanaqadir pardalari, albatta ular ham mavjud mashinamizda. Orqada subwooferlar, audio sistemasi Voyahning o'zini eng maksimal audio sistemalardan foydalanilgan. Bagaj qismini ham ko'rayotgan bo'lsanglar, kamida 3-4 chamas sig'adi. Elektropaket tarzda
yopib qo'ysak bo'ladi. Xohlasak pultda ham yopsak bo'ladi. Do'stlar, sizlar kutayotgan payt keldi. Endi mashinamizning ichki saloniga qani bir tomonni ham ochsa bo'ladimikin? Ko'ramiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bir tomonnikini ham ochdik. Eshigimiz juda ham chiroyli va diskalari ham yopib, shu holatda juda ham chiroyli dizaynga ega bo'ladi. Voyaxtimizning avtomashinamizning ichki qismiga tashrif buyurdik. Xo'p, tashrif buyurishimizdan oldin men ichki salonlarni ham bir qator ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham chiroyli va sifatli materiallardan foydalanilgan ushbu voyax avtomobilimizda. Do'stlar, sizlarga shunlarni ma'lum qilamanki, voyaxda 2025-yilda juda ham ko'p bu kerakli bo'ladigan funksiyalarimiz albatta ushbu mashinamizda bor. Eng asosiysi o'tiramiz. O'tirgan xohlasimizda 4 ta sidinada abagriff, abduf, massaj har bitta sidinada отдельно bor. Eng qizig'i oldingi voyoqlarda yo'q bo'lgan narsa. Ko'rayotgan bo'lsak, bu oyoq kiyimimizni ham tagidan muzlatib turadigan konditsioner. Agar oyog'imiz soqotib ketgan bo'lsa, shu yerga qo'ysak, bu ushbu klimat nazorat orqali tepada ko'rsatamiz. Ushbu tablomiz orqali, bu tablo 2023-yil, 2024-yil voyax dremlarda mavjud emas edi. Bu qo'shimcha tablo, bunisida asosiy tablolar, funksiyalar ushbu tomonda. Albatta, bu ham tomonni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mashinamizda sidinamizda barcha qulaylik bor. Mana yerda pastlaganchik bemalol suvlar qo'yib qo'ysak bo'ladi. Hamda telefonimiz bekiga suqib qo'ysak bo'ladi. Telefonni ham zaryadga qo'yganimizda qizdirib yubormaydi. Deganda hatto bu qismda ham deflektorlar mavjud. Mashinamizning eshigini yopish uchun xohlasangiz mashinani 3 tomonlama eshigini yopishingiz mumkin bo'ladi. Birinchisi ushbu knopka orqali, ikkinchisi pulut orqali, uchinchisi shofer tomonidan, to'rtinchisi shofer haydovchining o'zi. Jigar, mashina yoqyaptimi? Voh. Mashinaga eshigini yopamiz, sidina parametr. Do'stlar, mashinamiz 7-daqiqaga yetib keldik. $65,000 poligonlari bilan birgalikda. Poligonni ham o'zimiz olib kelamiz. 2025-yil ishlab chiqarganda $65,000 xarid qilsalar bo'ladi. Firmaga ham, predstavleniyaga ham albatta qilib beramiz. Qilib bermaymiz emas. Endi qolgan funksiyalarni bu tomonda o'tib ko'rsatamiz. Jigar, bitta o'tingda bitta zo'r funksiyasi bor. Mana shu yerda ko'rsatamiz. Siz bu yerdan o'ting, men bu yerdan ko'rsataman. Mashinani shunaqa ezmadimda, shunda eshik knopkani ezdim. Sidina parametr albatta o'zingiz xohlagan usulda qilsangiz bo'ladi. Ketdi. Qani va ketishini qaranglar, hech narsasiga tegmadim. Bemalol o'zini o'zi orqaga qaytardi, kengrashtirdi. Xohlasa shu hol eshikni ochganini shu yoqqa qo'yadi, bemalol tushishlar mumkin bo'ladi. Eng qizig'i, hozir bu tomonni ko'rsatamiz. Albatta, bu kengligi ham ancha keng, orqa to'g'riga o'tishi mumkin. Do'stlar, buni poligidan muammo qilmaysizlar. Nega deganda, zavodskoy, ya'ni Xitoydan shunaqa original polig, bu yomon bo'lib ketmaydi. Suv kirib ketsa ham pastki qismiga o'tib ketmaydigan darajada mustahkam poliglar bilan jihozlangan. Voyax avtor polig titinish beruvchi narsaga tugadi degan. Xo'p, men aytayotgan tablo ushbu qismda. Xo'p, ushbu qismda tablomizni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda sidinamizni ligrovka qilsak bo'ladi. Xohlagan orqa oldiga divanni, bu qismda esa ko'rayotgan bo'lsanglar, abagriff abdufi, bu qismlarda massajlari hamda orqa konditsionerlarni boshqarsak bo'ladi. Bu yerdan esa bizga kerakli jigar moqala. Mana shu yerdan bitta qaranglar. Moqalalar sekin chiqib keladi. Boshqa mashinalarga g'ij degan ovozlar bo'lmaydi. Mana shu knopka orqali bemalol foydalansak bo'ladi. Bitta ezanskirda xohlasa mana qarang. Mana shu yerdan bunikini ishlatdi. -6 darajada qarab turinglar. Mana shu yerdan pasaytiraman. Eng pastga mana -5, -4, -3 shu yerdan bemalol graduslarni boshqarsak bo'ladi. Undan tashqari bu qismdan bunday ezamiz. Tablolar tushirishni qaranglar. Bu tabloni boshqa mashinalarga nisbatan afzalligini aytib o'tamiz. Boshqa mashinalarga qo'lda tushirib chiqishingiz mumkin bo'ladi yoki bir xil rejimda qattiq. Xohlasangiz buni mana 115 gradusgacha qiyshaytirsangiz bo'ladi. Ya'ni qulayliklar juda ham ko'p. Har bittasini sanashi vaqtimiz biroz kamroq. Xo'p, bu yerda audio sistemani mana audio sistemasi ham juda ham maksimal darajada. Chunki buni audio sistemani o'chirganmiz, avtomatik kelishi mumkin bo'ladi bizga. Xo'p, konditsioner deflektorlarni ishlatamiz, qaranglar. Bu konditsioner deflektorlar xolasizlar isitadi, xolasizlar sovutadi. Donfen 08 da, Rockstone'larda to'g'risi aniq ma'lumotim yo'q. Donfen 08 da faqat sovutish tizimiga ega. Lekin bu voyoqlarda ham isitadi, ham sovutadi. Bu joydan boshqasi bo'ladi. Oyoqdan qilsa bo'ladi. Oyoqdan qilishim sababi bu yerdan chiqadi do'stlar.
Hamsi ham so'zsizlar bular. Konsiyani deflektorlar mana shu yerdan orqa tomondan deflektor chiqqan bu plafonni qaranglar. Xohlagan joylagimda bursanglar bo'laveradi. Sizga qaytib kelayotgan bo'lsa, o'sha yerga burasiz bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda ham svetimiz bor. Plus mashinada hamma narsasi bor. 1200 kilometr masofani bosib o'tadigan bu mashinamiz Voyah Dreamer. Bunda barcha qulayliklarga ega va hozir biznes klass bo'lgancha albatta bu yerga narsalar qo'yish uchun joy hamda telefoningizni simsiz quvvatlash uchun hamma funksiyalar bor. Eng qizig'i 3-qatorda o'tirsangiz ham maza qilib o'tirasiz. Mashinada plus ayb topa olmaysiz. Xo'p, jigar mashina olaman desangiz, ota-onamizni maza qilib yuramiz. Albatta shu mashinani olsangiz bo'ladi. Shunisini ezamiz. Endi esa ichki salonda shofer tomonidan qanaqa qulayliklar borligini bir qator siz bilan birga ko'rib o'tamiz. Barcha ошибкалар material qismidan butunlay voz kechilgan. Plastik qismidan voz kechilgan. Ponni material ko'jalari ham anchagina oldinga qaraganda sifatliroq materiallardan foydalanilgan. Xo'p, bismillah, ichki salonga ham shofernikiga o'tirib oldik. Bu yerda eng katta o'zgarishlardan biri men bemalol aytsam bo'ladi. Oldingi Voyah tablosi biroz kichkina edi va xunukroq edi. Hozir Lisang 9larga sangari ushbu yerda kattakon monitorlar ham foydalanilgan. Xo'p, biz mashinamizga o'tirib oldik va shoferga bo'lgan qulayliklarni sanab o'tamiz. Siz tadbirkorsiz. Orqangizda haydovchi sizni olib yuradi, lekin haydovchi mashinaning eshiklarini pultsizda bo'lishi mumkin, har xil holatda bo'lishi mumkin. Mashinaning eshigini yopishni bir usul. Bu yerdan yopsak bo'ladi. Tablodan ham yopsak bo'ladi. To'xta. Bo'ldi. Endi sekin yopadi. Jigar, ko'ryapsizmi? Bu bunaqa texnologiya bizni Xitoydan kelayotgan avtomobillarimiz barchasiga bo'lsa qanday yaxshi. Xo'p, oldingi Voyahlar tablosi bizda ham kichkina edi va ko'p funksiyalarni boshqara olmar edi odamlar. Endi esa undan ponni voz kechildi. Lisang kabi kattakon monitor, bu tomonda asosiy priborlar tablosi, bu tomonda qo'shimcha tablo. Bu tomonda ham video ko'rib kelsangiz bo'ladi, hamda orqada monitorimizda ham bemalol video ko'rib kelsangiz bo'ladi. Albatta bu Voyahda yangiliklardan biri mashinamizda lyuk o'rnatilgan. Lyukni bemalol ochib yopsak bo'ladi. Mana sizga lyuk kerakmi do'stlar? Mana sizga albatta lyukimiz ham mavjud. Eng qizig'i mashinani og'zaki holatda ham eshiklarni ochib yopib, konditsionerlarni yoqib o'chirib, ular Xitoy tilini biladigan bo'lsangiz, hamma funksiyalarni ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Mashinamiz narxini aytib o'tdik, $65,000 ga. Ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qiling va ushbu Voyah Dreamerda naqd kredit kreditini orqali xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Biznesmen akalarga ushbu videoda ulashib qo'yinglar, jigar. Xitoycha gapirib ko'ramiz. Xitoycha gapirib ko'ramiz. 主驾请说。大概所有的账户。当前网络好像出了点状况哦。 Tushunadi. Bittasini o'qi. 主驾请说。大概账户。主驾车窗打开了。 Umumiysini aytolmadim, bittasini aytildi. Hop, umumiysini tushiramiz. Mana umumiysini tushirdim, lekin umumiysini yopishni bilaman. Ismini bilmayapman, shuning uchun knopka orqali 主驾 ishlatyapman. 请说。 Guanbi 您说 Soyo'da 的我 账户 还不理解。好的，所有车 hammasi 窗关闭了。 ko'tarildi. Soyo'da hammasini Hada. ko'tardik. Hozir men buni ozroq ko'tar degandim, shuning uchun ozroq ko'tarildi. Ponni ko'taramiz. 主驾请说。 Guanbi Soyo'da 账户 好的，所有车窗关闭了。 endi hammasini birdaniga ko'tarildi. Xo'p, endi orqa bagajni ham ochish uchun knopka orqali, pult orqali hamda glosoy bu yerdan ham foydalansak bo'ladi. 主驾请说。 Dakay Hobeshan 好的，正在打开尾 bagajni 门。 ham ushbu tablo orqali, xohlasanglar glosoy orqali bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Endi yopib qo'yamiz. 主驾请说。 Guamli Hobeshan 好的，正在关闭尾门。 Jigar, agar ushbu mashinani olaman degan biznesmen tanishlar bo'lsa, hozir yuborib qo'yinglar. Mashinamizning addiga 3 dona bor. Bunisi 2025-yili, 2024-yili ham 2 dona bor. Ularning narxi $60,000 dan, bunisini esa $65,000 qilib beramiz. Xudo xolasa, mana shu chiroyli, savremenniy mashina qaysi bitta hozir akamizga nasib qiladi degan umidamiz. Bizni uzoqlashmanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yib, like bosib, albatta esingizdan chiqmasin. Bundan buyon shunaqa chiroyli mashinalarni arzon narxlarda qo'yib borishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Bekzodbek bo'ldi. Aka